Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar. Kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Yana bir fayzli xonadonga chiroyli qilib shu uzum tok o'rnashtirib berdik. Juda ham chiroyli holatda chiqdi uzum tokimiz, o'rnatib ishimizni yakuniga yetkazdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring, o'rnatgan, yakunlagan ishimiz bo'yicha chiroyli qilib to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xonadonlariga shunaqangi sifatli uzum toklar, naveslar qildirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz, yurtdoshlarimiz bo'lsa, aziz yurtdoshlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa kelishilgan holda xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab arzon va sifatli qilib, chiroyli qilib yangi dizayndagi uzum toklarni, naveslarni tayyorlab beraveramiz zakaz bo'yicha. Ko'rib mana o'zlaring baho berasizlar aziz yurtdoshlar, juda ham bir chiroyli holatda chiqdi aziz yurtdoshlar. Bu uzum tokimizni Andijon viloyati Baliqchi tumani Olinbek mahallasiga olib kelib o'rnashtirdik. Albatta akalarimiz o'zlari bizni YouTube'dagi kanalimizni ko'rishib, albatta bizga aloqaga chiqishib, zakaz qilishganda o'zimiz kelib, xonadonlariga chiroyli qilib razmerlarini o'lchab ketib, esa bitqazib, mana kelishilgan holda chiroyli qilib olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Uzum tokimiz juda ham chiroyli holatda chiqdi aziz yurtdoshlar. Bu uzum tokimiz hamma yo'g'i profildan yasaldi. Albatta stoykalari uzum tokimizni 8 ga 8 lik mana ko'rib o'tishlaring mumkin. 2 lik stenali profilda bo'lgan va xori qismlari lazerniy variantda. Albatta bu gibrid fason uzum tokimiz. Mana shu kashaklari ham lazerniy variantda 2 lik listni lazerda o'ydirib, gul o'ydirib kashakka moslaganmiz va mana xori qismlari ham lazerniy qilib chiroyli qilib ishlab berilgan. 4 ga 4 profildan rama qilib, korobka qilib, orasiga shu lazerniy listlarni qo'yilgan. Va aziz yurtdoshlar, mana bu firmalari uzum tokimizni 3 ga 3 lik 1.7 lik stenali profildan foydalanganmiz albatta. Aziz yurtdoshlar, bu uzum tokimizni har bir firmalarining oralig'i 1 metr 16 cm, 1.15 cm-danga to'g'ri keldi. Va tepadagi mana shada qismlari 50 cm ga qo'yib chiqilgan aziz yurtdoshlar. Bu uzum tokimiz общий 230 kvadrat joyga bo'ldi. Bu yog'i uzum tokimizni katta tarafi 6,5 metrga 20 metr razmerda, narigi kichkina tarafi 4,5 metrga 18 metr razmerda bo'ldi. Mana bu yog'idan ko'rinishi juda ham bir chiroyli holatda chiqdi uzum tokimiz. Albatta xonadoniga shunaqangi uzum toklar, naveslar qildirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aziz yurtdoshlar, bu uzum tokimiz общий sommasi shu 50 million so'mga tushdi. Kvadrat metrini 220 ming so'mdan qilib berdik. Albatta qalin temir mahsulotlarda tayyorlanganligini hisobiga uzum tokimizni materiali, xizmat haqqisi, kraskasi olib kelib o'rnatib berishi, ustanovka jarayonlari hamma yo'q ichida 50 million so'mga to'g'ri keldi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu uzum tokimiz kattaligini hisobiga summasi jinday balandroq bo'ldi. Albatta 100 kvadratlik variant bo'lsa, mana shu uzum tokdan fasonidan 220 ming so'mdan 22 million so'm atrofida bo'ladi. Albatta joyning ob'yomiga qarab shu arzonroq, qimmatroq variantda chiqaveradi. Aziz yurtdoshlar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib xizmatlaringizni bitirib beraveramiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.